Tibb ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino yurti Buxoro tibbiyot sohasidagi ikkita nufuzli xalqaro tadbirlarga mezbonlik qildi. Birinchisi har yil o'tkaziladigan shoshilinch yordam tizimining dolzarb muammolariga bag'ishlangan xalqaro sezimiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda Turkiy davlatlarning reanimatolog anesteziologlarini xalqaro kongressi Buxoro viloyatida o'tkazilyapti. Mazkur kongress orqali Buxoro shahri Turkiy dunyo tibbiyot ahlini birlashtirgan muhim ilmiy markazga aylandi. Bu anjuman doirasidagi muloqot va hamkorlik yaqin kelajakda xalqlarimiz sog'ligini muhofaza qilish sohasida yangi loyihalar va ilmiy yutuqlarga asos soladi. Tibbiyotning eng murakkab sohasi bo'lgan shoshilinch yordam yo'nalishida bugungi yangiliklardan xabardor bo'lib borish, xalqaro tajribalarni muntazam ravishda o'rganish juda muhim masala sanaladi. Anjuman aynan shu maqsadlarga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatli. Biz bu yerda hamkasblarimiz bilan tajriba almashish va mavjud muammolarni muhokama qilish uchun yig'ilganmiz, hamda plenar yig'ilishlardagi ma'ruzalarda o'z takliflarimiz bilan o'rtoqlashyapmiz. Ushbu nufuzli xalqaro tadbirga dunyoning 150 ga yaqin yetakchi olimlari tashrif buyurgan bo'lib, kongressning katta qismi mahorat darslariga ajratildi va 3 kun davomida 150 nafar mahalliy mutaxassislar malakasi oshirildi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida dunyoning mashhur shifokorlari ishtirokida 20 ta murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Bu muhim tadbir nafaqat tibbiyot sohasidagi ilmiy hamkorlikning yangi bosqichini belgilab bermoqda, balki turkiy xalqlar o'rtasidagi do'stlik va ilm-fan aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz turkiyalik hamkasblarimiz bilan ushbu nufuzli anjumanda ishtirok etib turganimizdan xursandmiz. Ayni kunda sog'liqni saqlash sohasidagi yuksak yutuqlar inson hayotini asrash, favqulodda holatlarda malakali tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish bilan chambarchas bog'liq. Shu ma'noda ushbu anjumanlar mamlakatimiz va qardosh davlatlari olimlari, amaliyotchi shifokorlari, tibbiyot tashkilotchilari uchun tajriba va bilim almashishning samarali maydoni bo'ldi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.